Çıkarla prost Xitay oturusidiki Uyghur meselesinin hakiki kıyafetini, hakiki tarihini, Uygurlarning davlat qurish musafisini, onun nima uchun inkor qilinganligini, nima e'tirof qilinmaganligini, bu davlat mustaqilligining shu tarixidan nima qat ko'tarib o'tirib chiqqanmi? Bu arxiv hammasi Rossiya sizni buni e'lon qildigan vaqt keldi. Kimdi birisi ayaga chiqib Molanov undaq dedi, Konakop mandaq dedi. Onun xotirasi hikoyasi mandaqga, uning hikoyasi o tarix emas. Bu shartnomaning asl nusxasi emas, shartnomaning mazmuni emas. Shartnomaning yana bir tarafi, ya'ni maxfiy holda imzolangan tarafi nima? Hatta şu vaqtda Stalin Mao Zedong'dan şartname imzalaganda men sana mustamlika qilib berdim bu rayonni dedi. Mao Zedong dedi mustamlika Şinjan Manjuriya Jungoning mustamlikasi dedi. Shuning uchun Stalin shunday shart qo'ydiki, Şinjan rayoni mustamlik Uyg'uriston rayonining yer osti boyligi va yer usti boyligini teng munosabatda barobar asosda ochadigan, foydalanadigan qonunlarmi? Shu vaqtda Mao Zedong imza koydu. Mesela bugün üstü uçak bir al keni yani kök tokaydı ki. Bu hazır nait katta kan baylığı deydikemiz nimi kendisiniz hazır kalkı. Serek topa kani şu buluşu mümkün. Maşındak paydalanıp geldi. Lekin bula ahır bu hüccetler jırtıldı. Hrişov bilen Mavzud'un oturusu da. Toxtamla bekar kılındı. Bırak Şinjan meselesi. Yani Uyg'uriston meselesi hal bo'lmay hozirga sörilip geldi. Endime vaqt keldi, payt keldi. Dünya hazır Uyg'urdan kishilik huquqiga muomala qilyotidi. Belki siz bu kishilik huquq meselesini bugünkidek Uyg'urning ig'ir kunga qilishini belgilagan tarixdagi Rossiya hukumati Stalin Rossiyasi. Onun için bugün kunda ixlosmandlik bilan hozir demokratik davlat qurayotgan shundaqla 15 davlatning mustaqilligini berib o'tgan Rossiyaning navbatdagi prezidenti Vladimir Putin apandining bu qatamlik chang'a deydigan gapning hammasini deyishini, yechilmagan so'zlanmagan sirlarni aytishini, so'zlashini, yozilmagan tarixlarni qaytada yozishini lik chang'a hurmatli prezident Vladimir Putinning hamma ishlarni so'zlab berishini ben şahsen şundak ümit kılmam. Çünkü ben sizlerge tünügüldik siyem dedim. Vakit mi şu vakit? Nimişki aldırap Peterburg, Moskova'nı ziyaret kıldığan bulup kaldınız hep sual koydum ben. Ben yani sözümün ahırda şunu deymen ki Allah Prezident Trump hükümetine medet ver, kuç ver, nusret ata kıl Allah. Bu katem. Az kaldı o 2-3 gün kaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida Prezident Trump'ның ve Mao Prezident Mike Pence efendilerinin şundaqla bu qatam bu yerda elib berilgan barliq diplomatik ve siyasi faaliyetlerde Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'nun Uyg'ur meselesini navbati tilga ilingandek diniy so'rovlarni qo'g'dash, dini itiqat erkinligini qo'g'dash nuqtai nazardagi kishilik huquq meselesini ko'tarib chiqishini umid qilaman ve bu davlatning Amerika Qo'shma Shtatlar davlatining rahbarlariga Allohdan madad tilayman vatandoshlar.